Saudiya Arabiston Xalqaro radiosi Turkiston bölümü. Radyo jurnali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli radio dinləyicilər. Bugünkü programımızda iki maqala anlatımız. Birincisi muvaffaqiyatga emas, muvaffaqiyat qazanış adetini yetildirishga tirishing. İkincisi prensip haqida. Terbiye mutaxassislari shuni ta'kidlaydiki, muvaffaqiyat qazanishning eng tez va eng kapolatli yo'li muvaffaqiyat qazanış adetini yetildirishdir. Ya'ni beliqqa erishish uchun emas, beliq tutishni öğünüş üçün tirişiş. Yani beliqqa erishish bir qatim bo'ldi, ikki qatim bo'ladi. Ammo erishmaslik mumkin. Ammo beliq tutishni o'rgangan kishi har qanday vaqtda beliq tuta oladi. Dunyoda katta muvaffaqiyatlarni qozongan mashhur shaxslarning hayoti haqida izlangan odam ularning umuman o'zida muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirganligini va ishni kichikdan boshlaganligini bayqaydi. Chunki muvaffaqiyat natijaning qanchalik ekanligiga emas, davomlashtirishga, oxirgi nishonga emas, hayotimizning oxiriga qadar davomlashadigan muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirishga munosabatli ish. Yazgıçılardan biri özünün muvaffaqiyat qissasini bayon qilib bunday deydi. Men dastlabda yurtimizdagi ma'lum bir gazetga maqola yozishga boshlagan chog'imda ularning kuchli qo'llashiga erishish niyati bilan 4 kun ichida 20 maqola yozib avatishga va'da qildim. Ammo 15 maqolani bitirib chiqishim uchun 6 hafta vaqtim ketdi va nihoyat charchab ketdim. Shuningdan keyin uslubimni o'zgartirib, har kuni bir maqola yozish odatini yetildirdim. Bu ish menga dastlabda bak oz va oddiy ko'rindi. Ammo bugun kompyuterdagi arxivimga qarasam, 8000 dan ortiq maqola yozib bo'ptiman. Buningdan bildimki, g'alabalik ish oz-ozdan qilish va uni izchil davomlashtirish ekan. Bu tecrübe bizge muvaffaqiyat qazanishning g'amini qilmasdan muvaffaqiyat qazanish odatini yetildirishning ne kadar muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Shunga siz qo'lga keltirmoqchi bo'lgan natijaning g'amini qilmay, shu natijani qo'lga keltirish uchun salmoqlik bilan qadam besing. Masalan, layoqatlik bir bedenge ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, uning g'amini qilmasdan har kuni yarım soat beden chiniqtirishga ahamiyat bering. Agar siz Qur'on Karimni yodlamoqchi bo'lsangiz, har kuni bir bet yoki yarim bet Qur'on yodlashni odat qilib oling. Agar siz biroz chet el tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz ishni har kuni 5-10 so'zlik yodlashdan boshlang. Vaqt nihoyat tez o'tib ketadi. Siz odat qilib olgan ishlaringiz kundan kunga ko'payib mangadi. Bir kuni qaraydigan bo'lsangiz, shu ko'zga ko'rinmaydigan kundalik odat orqali qanchalik cho'ng natijalarni qo'lga keltirganligingizga o'zingizmi ishonmay qolasiz. Ishlarni oz-ozdan davomlashtirish, hayajon kelganda jiq ishlarni qilib qo'yib, qolgan chog'larda uxlab qolgandan ko'p yaxshi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrul umuri edvemuha ve in qalla. İşlarning en yaxshisi az bo'lsa-mu uni davom qildirishdir degan. Bu nima degan yaxshi ko'rsatma. Shunga deymizki, haqiqiy muvaffaqiyat natijaning kulimi haqida bosh qotirish emas, balki az bo'lsa-mu kundalik muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirishdir. Allama Muhammad G'azali qalamning salohiyati hamisha yozadigan bo'lishi, pul bosadigan zavodning salohiyati qanchalik pul besib chiqarish emas, hamisha pul besishga salohiyatli bo'lishidir. Chunki salohiyatli bo'lgan bir zavod o'ziga kirgan xam materiallarni qimmatli pul qilib chiqirdi degan. Salohiyatli bo'lish degan amali solih deymiz masalan.
ameli solih deymiz. Ameli solih degan natijaning oxiratda esqatadigan bo'lishi deganlikdir, ya'ni. Rajulun solih deymiz. Bu ishi hamisha natijalik bo'lgan, ya'ni Allohning rahmatiga salohiyatli bo'lgan ve qilgan ishi yaramli bo'lgan odamni ko'rsatadi. Anda bo'lgandan ishlarni salohiyatli qilish, o'zini salohiyatli qilish hamisha meva beradigan bo'lish deganlikka keladi. Qur'on Karimni to'liq yodlash yoki 8000 maqola yezib bo'lish va yoki chet el tillaridan bir qanchasini o'rganish haqida o'ylanish ko'pincha hollarda odamni umidsizlikka elib boradi va bu ish muvaffaqiyatsizlik bilan xulosalanib qolishi mumkin. Ammo natija haqida boshqa turmay, az-azdan davomlashtirish odamni tasavvur qilg'usiz natijalarga erishtirdi. Bu ishlar ko'zga ko'rinmayla vujudga chiqib qoladi. Bizda tama ko'l to'la deydigan hikmat bor. Arablarda davomlashgan oz ish davom qilolmagan cho'ng ishdan yaxshidir deydi. Shunga Qur'on Karimni yodlamoqchi bo'lgan odam buni qandoq yodlab bo'laman deb uning g'amini qilmay, men az-azdan boshlay deb az-azdan boshlab qat'iy tark qilmay boshlash orqali kunlarning o'tishi bilan o'zi to'ymay qoladi, Qur'onni yodlab bo'ldi. Kecha kunduzdagi 24 soat vaqt hargizmi oz vaqt emas. Ammo bu vaqt nihoyatda tez o'tib ketadi. Bir ish qilsangizmi o'tib ketadi, hech ish qilmasangizmi o'tib ketadi. Siz tirikchilik qilish, namoz, zikr va duo qatorliq ibodatlarni o'rindash, orom elish, taomlanish qatorliq kundalik zarur ishlaringizni joyida elib borganning sirtida 1 soat vaqtingizni chiqarib, bu 1 soatlik vaqt ichida bir qancha ishni qilaman desangiz, bu albatta qila olasiz. Yoki tuvandagi ikkila ishni qilmoqchi bo'ling. Masalan, yarım soat Qur'on yodlash yoki takrorlash, yarım soat badan chiniqtirish yoki minish. Bu ishlarni davomlashtiribla ketalisangiz, albatta har ikkilisida muvaffaqiyat qozona olasiz. 24 soatingiz ichidagi bu 1 soat siz uchun sizning hech qanday ishingizga taqashmaydi. Siz bu 1 soatni qatnash zishliqida yo'llarda o'tkazib o'tasiz. Yonfunga qarash bilanmi yoki televizor ko'rish bilanmi his qilmay o'tkazib o'tasiz. Ammo siz mushu 1 soatdan planli holda foydalanganingizda keyin o'zingizmi ishonmay qolgudak darajada ko'p natija yarata olasiz. Bir qancha yildan keyin qarasangiz, tiningizning sog'lom holda davom qilayotganligini, Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lganligingizni ko'rasiz. Mana bu cho'ng muvaffaqiyat. Men tajriba qilib baxtimki, namoz shom bilan xutdan orasidagi 1,5 soatlik vaqtdan nimaga erishganligimni bilmaydi ekanman. Bu vaqt umuman uyda bolalar bilan o'tirish, kitob varaqlab qo'yish, xabar ko'rish, yonfunga qarash bilan o'tadi ekan. Bir kuni namoz shomdan keyin masjiddan uyga qaytmay, namoz xutdangacha o'tirib baxtim. Aslida bu oz vaqt emas ekan. Shu vaqt ichida 2 pora Qur'on o'qib bo'libdiman. Yana texe sukutda o'tirib nurg'un ishlar haqida fikr yurgizishga ulguribdiman. Demoqchimanki, agar biz vaqtdan planli holda foydalanishni bilsak, oz vaqtda nurg'un ishlarni qilib olg'ili bo'ladi ekan. Muvaffaqiyat qozonish odatini qandoq yetildirgili bo'ladi? Muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirish avval o'zimizni muvaffaqiyatning kichikdan boshlanadiganligiga va izchillikning ahamiyatiga qoyil qilishimizga bog'liqdir. Tuvanda muvaffaqiyat qozonish odatini qandoq yetildirishga yordam bo'ladigan ba'zi tavsiyalarni sunamiz. Birinchi, tadrijilik yo'lni tuting. Hayotingizni tezla o'zgartirishga urinmang. Chunki kunib qolgan odatlarni bir kecha kunduzning ichida o'zgartib bo'lg'ili bo'lmaydi. Uningga vaqt va savrchanlik ketadi. Ishni dastlabda oz-ozdan boshlang. Sizga malollik yetmaslik uchun boshda o'zingizni ishga urib ketmang.
Arablarda qachon yetib berish muhim emas, muhim bo'lgani yetib berishdir deydigan hikmat bor. Ikkinchi, muayyan ishqa markazlashing. Hamma ishni birla vaqtda qilg'ili bo'lmagandek, yaxshi odat yetildirishnimi bir-birlab qilish kerak. Masalan, siz kitob o'qish odatini yetildirmoqchi bo'lsangiz, barcha himmatingizni shuningga markazlashtiring. Kitob o'qish uchun muayyan vaqt belgilab, uningga qat'iy rioya qilishingiz shart. Uchinchi, hamroh tepib oling. Biror ishni amalga oshirishda o'zingizga biror hamroh tepib olsangiz, shu ishni davomlashtirishga va muvaffaqiyat qozonishga yordamchi bo'ladi. Chunki u chaqda sizlar bir-biringlarni rag'batlantirasizlar. Ko'nglingiz xolamagan kunlardami hamrohingizning zo'ri bilan bo'lsa-mu, ishingizni davomlashtirishga majbur bo'lasiz. Ba'zida uning baslashib qilasiz, ba'zi raqobatlashib qilasiz. Demak, sizga foydasi bor. To'rtinchi, mukammal shunos bo'lib olmang. Urunishlaringiz hammasida muvaffaqiyat qozona olmasligingiz mumkin. Ya'ni inson uringan ishlarining hammasida muvaffaqiyat qozona olmaydi. Shunga hammada natija qozonishim kerak deb o'zingizga qattiq talab qo'yib olmay, qo'lingizdan kelgancha, iqtidoringizning yetishicha tirishchanlik ko'rsatish sizning vazifangiz. Muvaffaqiyat Alloh taolodan keladi. 5. O'zingizga va'da bering. Inson nafsi rohatga moyil bo'lganlikdan plan tuzib, muntazam ish qilishni va qoidalarga rioya qilishni yoqtirmaydi. Ammo siz o'zingizga va'da bersangiz va o'zingizga qat'iy xiyonat qilmasligingiz kerakligini qayta-qayta takrorlasangiz, bu ishni tark etmay davomlashtira olasiz. Demak, muvaffaqiyat qozonish sizning qo'lingizda. Muvaffaqiyat qozonishdan ilgari muvaffaqiyat qozonish odatini yetildirish siz uchun nihoyatda muhimdir. إلهي جئت أستجديك وأمري في الحياة إليك أتيتك أرتجي الرضوان إلهي جئت أستجديك وأمري في الحياة إليك أتيتك أرتجي الرضوان فوفقني لما إلهي جئت أستجديك وأمري في الحياة إليك أتيتك أرتجي الرضوان فوفقني لما يرضي رضيت بأمرك المقسوم عطاؤك بيننا محتوم رضيت بأمرك المقسوم عطاؤك بيننا محتوم أيا من تسعد المهموم أيا من تسعد المهموم أعيش والاتكال عليك إلهي جئت أستجديك وأمري في الحياة إليك أتيتك أرتجي الرضوان فوفقني لما يرضي زرعت الخير في الأيام لأجل الغير بالإسلام زرعت الخير في الأيام لأجل الغير بالإسلام وقضية مقصد Prinsipning inson hayotidagi ahamiyati. Prinsip so'z va harakatda amal qilishga tegishli bo'lgan qonun, nizom deganlikdir. İnsonga haqiqiy hayotning xaritasini sizib beradigan narsa prinsipdir. Haqiqiy hayot insonning muayyan prinsip bo'yicha harakat qilishi bilan bo'ladi. İnson hayotida prinsipning yo'qolishi uning haqiqiy hayotining o'lganligidan darak beradi. Prinsip insonning
so'qadigan yuragi, jismida oqadigan qini va xatoliklardan saqlaydigan qalqinidir. İnsan öz prinsipi bilan aziz va qimmatlidir. Prinsipal insonlarga bo'lgan sevgi, muhabbat va hurmat oshidi. Aksicha, hayotlikda hech qanday prinsip yo'q odamlarning qimmatimi va hurmatimi bo'lmaydi. Chunki prinsip insonning ichki go'zalligini va fazilatini namoyon qiladigan narsadir. Ustoz Mahmud Shokir mundaq degan: haqiqiy hayot prinsip va uning ishonishdan iboratdir. Bu ikkisi bo'lmasa, inson ya ijod qilishni yoki qarshilik ko'rsatishni va yoki isil fazilatlarga yuksilishni bilmaydigan saymonga aylanib qoldi va o'zining insonligini yo'qotdi. To'g'ri prinsip insonning aqli tarixida katta ishlarni maydonga keltirishga kapolat qila oladi. Prinsipga bo'lgan iymon bo'lsa, aqlga haqiqatini va armonlarini o'ttirg'i chiqarish yo'lida kuch-quvvat ata qiladi. Shunga samoviy kitoblar, xususan Qur'on Karim insonlarga hayotlikning nizom qoidalarini, ta'limotlarini, prinsiplarini o'ttirib qo'ygan. Buningdan maqsad insonlarning prinsip ichida yashashin, qoida tuzum, qoida yo'sin ichida yashashin uchundir. Saudiya Arabistonlik Allama Abdurrahman Arifi hayotingizni qadrlang nomli asrda mundaq deb yozgan: prinsipda ching turadigan va e'tiqodida mustahkam bo'lganlarni har kim suyidi. Chunki prinsipal insonni boshqalar o'z manfaati uchun qo'llana olmagan vaqtlarda so'kkan bilan chin qalbidan uningga hurmat bildirdi. Uningdan ayminidi va uni cho'ng biladi. Beshiga kun kelgan chaqlarda uningga murojaat qiladi. Uningdan yordam so'raydi va uningga ishonadi. Prinsipal inson xatoliklarga tushib qolishdan, nafsining orqasiga kirib, o'zini ziyonga uchratishdan saqlanib qola oladi. Dunyodagi har qanday din, har qanday falsafa va har qanday bir qonun insonlarni prinsipal bo'lishga, har kim o'zi mansub bo'lgan e'tiqodda ching turishga chaqirdi. Her bir insanın prinsipi onu qo'g'daydigan qalqandir. İnsan bu qalqan orqali o'zi to'g'ri deb ishongan maydonda ching turishni kapolatga ega qila oladi. O'z oldiga prinsipi bo'lmagan inson turoqsiz inson bo'lib, boshqalar uningga ishonch qila olmaydi, hurmatmi qilmaydi va yaxshi ko'rmaydi. Chunki insonlar o'zining prinsipida ching turadigan, ziyon tarsimi o'zi to'g'ri deb e'tiqod qilgan yo'lda mustahkam turgan odamga dilini va yuragini ochadi. Uningga ishonch qiladi. Prinsipga amal qilmaydigan odam o'zining nafsi havaslarining va shaytonlarning keyniga kirib ketishdan saqlana olmaydi. Ba'zida ozroq manfaat uchun o'z prinsipini setib etishdan yonmaydi. Hindilarning dohisi Gandhi inson hayotida prinsipning ahamiyatini bayon qilib, dinsiz hayat prinsipsiz hayotdir. Prinsipsiz hayat rolsiz mashinadir degan ekan. Prinsip dinning ko'rsatmalariga amal qilish bilan bo'lgandek, har bir odam o'ziga xos prinsip belgilash orqali bo'ladi. Masalan, para olmaslikni prinsip qilib olgan bir mas'ul kadrning kishilardan harom parani elib, o'zining aqlini va ruhini bulg'amaydi. Buning bundaq bulg'ishi mumkin emas. Chunki uning prinsipida bundaq elish yo'q. Hadiya yoki sovg'at degandek nomlar bilan otilib kelgan parini qabul qilmaydi. Bir-biriga qat'iy yolg'on aytmaslikni prinsip qilib olgan ayolmi har qanday qiyin sharoitga tushib qolsa-mu qat'iy yolg'on aytmaydi. Xiridalarga samimiy va rostchil bo'lishni o'ziga prinsip qilib olgan savdogar yoki do'kondor yolg'on aytmasa, ziyon tortib qilish ehtimoli intayin kuchli va aniq bo'lgan sharoitlarda qat'iy yolg'on aytmaydi. Mana bu prinsip. Prinsipda turgan insonlar cho'qim foyda topadi
eng oxirgi natijani qozonadi. Alloh taolo hammamizni prinsipda ching turadigan va o'zining dinida, e'tiqodida ching turadigan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde körsetken bunca iş kılıdığan müminlerden kılsın. Amin. Kadirli radyo anlayıcılar, bugünkü programımız bu yerde ahirlaştı. Devamını anlatılan kadar her birimlerden ruhsat sorayım. Aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.